Bu Zarbul Masal Unvonul Bayon degan kitobda keltiriladi. Bedana bolalarini uchirma qilgandan keyin nasihat qildi. Bolajonlarim, endi onamiz og'zida bizga nasibamizni olib keladi deb kutmanglar. Endi qanot chiqazdinglar, o'zinglar uchadigan bo'ldinglar. Endi meni nasihatim sizlarga tinglanglar. Nasihatimga amal qilsanglar, bu musaffo osmonda uchib, yerdan rizqingizni terib yurasiz. Qiynalsangiz ham har joylardan topib, oz bo'lsa ham bitta ikkita topib, qanoat qilib rizqingizni yeb yuring. Bir xil joyda ko'pgina sepilib, yonida suvlari ham qo'yilgan bo'lsa bormang. U odamzod degan bir toifa borki, qushlarga tuzoq qo'yadi. Ko'pgina sepib qo'yadi-da, o'shatga qo'nib, o'sha donidan yeyishingiz bilan domiga ilinib qolasiz. Yo butun umriga qafasga qo'yib, sizni yig'ingizni eshitib maza qilib o'tiradi, yoki so'yib sho'rva qilib ichib yuboradi, yoki o'zingizga o'xshagan bir bedana bilan urushtirib rohatlanadi. Ming alhazar unaqa ko'p sepib qo'yilgan joylarga bormang. Shuni ona bolalariga nasihat qilib, bolalariga oq-fotiha berdi. Bir bolasi u yoqdan cho'qib uchib yurdi-da, bir payt bunday qarasa, o'sha qiynalib topib yurgan narsasi ko'p turibdi bir joyda. Yonida suvlar ham, hamma narsa yaxshi. Bildi, onam aytgan tuzoq shu bo'lsa kerak, dedi-yu, bitta cho'qiyman dedi. Bitta cho'qiganimda domiga ilinmasam kerak. Deb bitta cho'quvdiki, u qiynalib topib yurganidan shirinroq totib ketdi bu. Ikkinchisini cho'qidi, uchinchisi, to'rtinchisiga ketuvdiki, lap etib domiga ilindi. Bedanavoz kelib qo'liga bedanani olganda, bedana, beamalligim qursin, beamalligim qursin, boshimga baloga o'zim sabab bo'ldim dedi. Bedanavoz hayron bo'ldi. Sen gapiradigan bedanamisan? Ha, gapiramanman. Endi qafasingga qo'yib meni qul qilib yig'inma eshitib yotasan, yo o'zimga o'xshagan bilan urushtirasan, yo sho'rva qilib ichib yuborasan, so'yib shu uchoqdan bittasini qilasan-da. Yo 3 ta nasihatim bor, shularni eshitasanmi? Bedanavoz bedanaga qahat kelganmi? Shan nasihatingni eshitsam, eshitay, qani ayt nasihatingni. Birinchi nasihatimni kaftingni ochib turasan, kaftingda aytaman. Ikkinchisini uchib daraxtda aytaman. Uchinchisini uchib ketayotib aytaman. Bo'pti deb bedanavoz qo'lini ochdi, bir silkinib bedanavoziga kelib oldi-da, qo'lingdan ketgan baxtga hech qachon pushaymon bo'lmagin. Ketgan narsani qaytarib olaman deb obro'yingni tushirmagin. Ketgan ketadi. Ko'p odam ketgan baxtimni qaytaraman deb obro'sini tushiradi, bir kasalga uchraydi. Allohga qo'y, sabr qil, Alloh o'zi yana qaytarib beradi. Dedi-da, fir aytib daraxtga qo'ndi. Sizlar insonsizlar, Alloh sizlarga aqlni juda katta bergan. Bir gapni eshitsang, aql tarozingga qo'ygin. To'g'ri kelsa qabul qil. Ho'kiz tug'ibdi desa ishonib ketavermagin. Bir inson to'g'risa bir gap gapirsa ishonib ketavermasdan, Xudo bergan aqlga bunday tarozisiga qo'yib, shu gap rostmikin? Shu meni do'stim meni ketimdan shunday ig'vo qilganmikin, rostmikin yo bu bo'xtonmikin? Bir odamni yomonlasa qo'shilib, g'ibatiga qo'shilib ketavermagin. Bir masala eshitsang, oyat hadisga to'g'ri keladimi, kelmaydimi? Buni bir o'ylab ko'rgin. Oyatda bormi, hadisda bormi? Gaplar ko'p, betayin gaplar ko'p, asosiy yo'q gaplar ko'p. O'sha so'zlarni hammasini o'ylab, asosini qilib keyin ishongin. Dedi bir sinab ko'raydi-da bedana ham.
ey bedanavoz, meni so'yganingda, qonimni yorganingda tuxumdek gavhar bor edi ichimda. Butun bir shaharni sotib olarding u gavharga. Dudiki bedanavoz o'zini o'zi urib, ko'taraverib, voy men nasihating tinglamay so'yib gavharingni olmayman. Xudo bergan ekan uchirib o'tiribman deb yig'lab deb, ancha o'ziga yig'lab kelib, bo'pti endi uchinchisini aytib qo'yaqa. Ey beamal. Men bir marta beamal qilib baloga yo'liqib zo'rg'a qutuldim. Sen hozir ko'zimni oldida ikkita nasihatga amal qilmading. Qo'lingdan ketgan baxtga pushaymon bo'lmasam, yarim soat o'zingni urib mamta yig'lading. Ikkinchisi, men bedana bo'lsam, menda gavhar nima qiladi nodon? Shu aqlingga sig'madimi? Bo'pti, uchisini ayt. Yo'q. Beamallarga so'z zoyi, so'z bekor. Ahmoqlarga, tentaklarga nasihat qilaman, gap tushuntiraman deb ham ko'p odam kuyinadi-da, lekin aslida johil. Unga ham Saudiy bir Gulistonda bir narsani keltiradilar. Hindistonning o'rmonida bir qurt bo'lar ekan, chug'ga o'xshab yaltir-yaltir qilib turar ekan. Uni bilmagan odam chug' deb o'ylar ekan. Lekin u qurt. Maymunlar ham haligi chug' deb qurtni ushab ustiga yog'ochlarni, xodalarni qo'yishib pudashib gulxan qilarmiz. Tepada buni ko'rib turgan dono to'tiqush, "Oy maymunlar, bu qurt, bu chug'mas." desa, bordi pudashib, "Oy bu qurt, bu chug'mas" desa ham ishonmasmiz. Pastga tushib tushuntirib, javora bo'lib ketishdi deb pastga tushganda maymunlar to'tiqushni o'ldirib qo'yishdi. Ahmoqlarga bir narsani tushuntiray desangiz, aqli olmaydi. Sizga dushman ham bo'lib qoladi. Bir zarar yetkazishni niyatini ham qiladi. Ilohim Parvardigor hammamizni rushdi hidoyatda qilsin. Qarangki, tuzoqni qarg'aga qo'ymaydilar. Tuzoqni chimchiqqa qo'ymaydi. Tuzoqni bulbulga qo'yadi. Chunki bulbullar shirin nolasi bor. Bulbullar suhani bor. Qarg'ani qag'irlagan hech kimga yoqmaydi-da. Bir bog'bon ham bog'ida ishlab tursa, bir bulbul kelib shunday bir chiroyli sayrabdiki, bog'bon ishqiboz bo'lib qoldi. Ertaga tuzoq olib keldi, shu bulbulga qo'yib ushaylik deb ertasiga o'sha bulbul qo'nib turgan daraxtga tuzoq qo'yibdi. Bulbul tuzoqqa ilinibdi. Bulbulni olib kelib qafasiga solib, endi maza qilib eshitib o'taman desa, bulbul so'zlabdi odamchasiga. "Ey bog'bon, endi uyingni vakili bo'ldim, a'zoyi bo'ldim. Senga ham bir yaxshilik qilib qo'yay. Men qo'nib turgan o'sha daraxtni tagida bir xum oltin ko'milgan ekan, men ko'rdim. Borib kavlab ol." Rostmikin deb bog'bon o'sha daraxtni tagini kavlasa, bir xum oltin chiqibdi. Xursand bo'lib bog'bon kelib bulbulga, "Bulbul, juda dono, ko'zi o'tkir bulbul ekansan. Bir savolim bor. Shundoq ko'zingni o'tkirligi bilan yerni tagidagi xumni ko'ribsan, nimaga ro'parangda turgan qo'poldan qo'pol tuzog'imni ko'rmading? Shakkoklik qilma inson. Sani domingga ilinish, sani uyingda qafasingda turish bu meni taqdirimda bitilgan. Taqdirdagi bor ishga zukkolik, ko'zi o'tkirlik, chaqqonlik ketmaydi. Men degan zo'rlar bir yosh bolani ishini qilib qo'yishadi, taqdir bo'ladigan bo'lsa. Men dono deganlar nodonni ishini qilib qo'yishadi. Taqdirdan qochib qutulib bo'lmaydi azizlar. Mo'min musulmonni eng katta bu dunyodagi yutug'i taqdiri azalga iymon keltirishida.
boshiga nima kun kelsa yaratgan Allohdan deb bilib, o'ziga o'zi dalda berib har qanday musibatlarni yengishda.